Bugungi obzorimiz Shayxontohur tumanidagi Nurafshon ko'chadagi yangi binolardan birining 11-etajida bo'ladi. Ketdi. Obzorimizni xonadonimizga kirish qismi prixoshkadan boshlaydigan bo'lsa, bizani bu yerda katta, juda qulay, qo'shimcha jihozlangan oyoq kiyim uchun va pantograf bilan kutib oladi. Mana ikkala tomonidan ham qo'ysa bo'ladi va pantograf. Shunaqa baland shkaf uchun mo'ljallangan. Bemalol foydalanishga juda ham qulay. Eshiklarimiz ham mana baland qilingan, juda ham yaxshi. Ruchkalari ham qo'shimcha chiroy qo'shib turibdi. Keyingisi oshxonamiz, xonadonimizning yuragi. Oshxonamizni obzorini boshlaydigan bo'lsak, ranglariga alohida e'tibor beramiz. Juda ham chiroyli chiqqan, matr va akrildan foydalanganmiz. Bu ham 2025-yilda juda ham bir topga chiqqan ranglardan bittasi, oq bilan kombinatsiya qilingan. Bu yerda bizda akrilik toshlarimiz ishlatilgan. Varishniy panel vытяжка juda ham mana foydalanishga qulay. Alohida ko'rayotganingizdek, bizda bu yerda sushilkamiz bor. Sushilkamiz ravochli. Foydalanib bo'lgandan keyin o'zi chiqib ketaveradi. Juda ham chiroyli. Agar sizlarga ham shunaqa oshxona kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Keyingi xonamiz bolalar yotoqxonasi bo'lib, bu xonamizda bizda shkaf va ikkita kravatimiz bor. Ranglarni ham chiroyli qilib, xonaga moslashtirib tanlaganmiz. Keyingi xonamizga o'tamiz. Biz uchun yotoqxona mebellarini qo'yib berganmiz. Bu xonamizda shkaf, trimo, oynasiga alohida e'tibor beramiz. Undan tashqari podsvetkalari ham bor. Kravatimiz bor. Ikkita tumbasi bilan matraslarni qarang, baland. TV zonamizda tumbamiz bor. Chetlarini aval qilib ishlaganmiz. Keyingi xona mehmonxona. Bu yerda bizani ikkita katta patologgacha qilgan binolarimiz kutib oladi. Qora bilan alifrang fasadimiz, yo'lda bo'yonlari bilan podsvetkalari juda ham chiroyli chiqqan. Sizlarga ham shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling yoki plus belgisini qoldiring. Biz siz bilan aloqaga chiqamiz.